E'timiz Beustan obunachilari bugun 26-iyun 2025-yil biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Hamza shaharchasiga yetib keldik. 2 dona buqachamiz bor ekan. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Qani bo'lmasa videorolikimiz bor. Bittadan like bosib qo'yasizlar. E'timodda urib qo'ysalar bizga obuna bo'lasizlar akalar. Mana smetanlar nima deyapti akalar? Smetanlar. Olmasalarini ham like bosib qo'yinglar akalar. Mana. Oqi necha oylik? 40 kunlik. Oq 40 kunlik ekan. Oq oyog'idan so'raganlar. Oq oyog'idan so'raganlarga. Akalar nima deyapti bu? Alo. Mana. Hozir shopir yo'ldaman diyorlar. Yetechi hozir qanga yetib keldik. Ko'r. Bunisi 4 oylik ekan. Bo'ylari 1.10 plus minus chiqaradi. Haqiqatda zo'r narsa. Aka. Mana. Oq oyog'imizga 19.300 ming ozgina xayrini qilib berishar ekan akalar. Olmasalarini ham like bosib qo'yinglar. Kommentariyaga mashalloh deb yozib qo'yinglar. Mana. Narxlarini bomba qilaylikmi? Narxlarni bomba qilaylik. Bunisiga nima deysiz? Akmal aka. Bunisiga oq oyoqqa. Narxini nechta bo'ladi? 20 million narxi bo'ladi? 20 milliondan tushib bering, hoji aka. 500 ming tushib beraman bo'pti. Azbiyuzdan keldim desa 500 ming tushib berasizmi? 500 ming tushib beraman. Ana talashib tortishaverasizlar, yana ham xayrini qilib berishadi. Dastlabki yerida ham bo'lsa, mashina topib beramiz. Mashina topib berishadi. 90lik 831 0047. Telegram bor. Telegramdan yozsangiz javob berilaveradi. Telegramdan yozsalaring javob berilaverar ekan. Endi bunisiga nima deysiz? Kattasiga. Kattasiga 30 million andimmi? 30 million ham deyilmaydi. 28 ham deyilmaydi. 28 ham deyilmaydi. 27,5 million ozgina xayri bor. 27,5 million ozgina xayrini qilib beradi. Azbiyuzdan keldi 500 ming etib bering. 27 ga bering, mana shu qizildi desa berishaveradi. Akalar, kelishasizlar. Savdo sunnat aka. Nima deyapti janovar? Bittadan mashalloh deb kommentariya yozib qo'yinglar. Oq oyoq nima deyapti? Oq oyoq janovar. Oq oyoq. Bu kattasi 4 oylik. Kattasi 4 oylik aka. Oq oyog'i 40 kunlik. Tezda bog'laringlar. Vaqt Laklardan tirsirlatuvlar, ashi bolaga ham e'tibor topshirib obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chekkinsa vaqtlaringga sog' bo'lasizlar. Akalar, qadringiz baland bo'lsin. Yana ko'rishamiz. Mana shunaqa